Assalomu alaykum hurmatli asalarichilar. Mana bugun 2025-yilning oxirgi kuni 31-dekabr soat 12:30 lar atrofi. Bugun havo mana juda ham yaxshi bo'lyapti. Bir 10 gradus atrofida issiq. Arlar shu issiqdan foydalanib bir uchib, qanotlarini yozib, ichlarini bo'shatib bir yengillashyapti. Mana bular ham yangi yil bo'lganini his qilishdi shekilli. Mana juda yaxshi bugun. Arlarimiz yaxshi bu yil, Xudoga shukr. Hammasini ovqati ham yetarli, yaxshi ishlayapti. Arlarimiz juda yaxshi. Mana arlarimiz mana shu holatda shu bir 4-5 ramka atrofida qishlashyapti. Mana klubdan ancha tarqab yoyilib o'tirishibdi arlar ham. Mana bugun bayramlik qilishyapti shekilli. Mana arlar juda ham zo'r uchyapti ekan mana. Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Bir ichi qotgan, bir yomon ishlayotgan arlar yo'q. Hammasi yaxshi holatda. Mana zotli karnika arimiz ham, karnika zingilarimiz ham mana yaxshi ishlab yotibdi mana. Mana 5 ramkada anchagina arisi bor. Hurmatli asalarichilar, sizlarga qish kunida bekorchilikda qilayotgan ishlarimni ko'rsatmoqchi edim. Keyin bugun arlar ham juda yaxshi uchib qoldi. Shunga bir video olib qo'yin deb video olishni boshlavordim. Mana hozirgi kunda qilayotgan ishlarim shunaqa mini nukleuslar tayyorlayapman. Mana bu yashikchamiz 3 ga bo'linadi. 3 ta nukleus bo'ladi mana. Mana bu ramkadan 3 dona tushadi bunga. Mana har bir oilasiga 3 donadan tushadi. Общий 10 ta atrofida shu ramkadan tushadi. Bu yashikchalardan hozir 25 ta atrofida yasab qo'ydim. Bular hammasida 2026-yilda urchigan matkalar tayyorlanadi, xudo xolasa. Mana bu ikkala teshikdan ikkita uchadi. Mana narigi tarafda mana o'rtada yana bitta teshik bor. Undan bitta uchadi. O'rtasidan bo'linadi, 3 ga bo'linadi-da. 3 ta kichkina oilacha bo'ladi. Har bitta yashikdan 3 tadan matka uchiydi. Bu yashiklarimiz oddiy DVF fanerdan tayyorlanyapti. Ichiga Penaplex solingan, issiqqa, sovuqqa chidamli, yaxshi. Bundan tashqari qilayotgan ishlarimiz rom detallarni qoqib, keyingi yil sezonga tayyorlash. Shunaqa ishlar. Qish kunida ham bekor o'tirmasdan keyingi yilgi sezonga tayyorgarlik ishlari davom etyapti. Mana rom detallarimiz ham mana qoqib qo'yganlarim shu uyda turibdi. Yangi rom detallar. Endi ozgina suv bor. Mana bularga endi sim tortib qo'yilsa, keyingi yilgi sezonga olib ishlatilaveradi keragicha. Mana yana arlarning yoniga qaytdim. Arlar yaxshi uchyapti. Shu bilan mana video ham oxiriga yetdi. Videoni to'xtataman. Kimgadir manfaatli bo'lgan bo'lsa, xursand bo'ldim. Xursand bo'laman. Kanalga obuna bo'lib qo'yishlarini so'rayman. Like bosib.
Hammalaringga 2026-yil omadli kelsin. Hammani hosili mo'l bo'lib, farzlari zaharga tushmasdan zo'r rivojlansin. Hamma ko'p asal olsin. Hammani omadini bersin.